Ha, Shuhrat, yaxshimisan? Nima gap? O'g'lim yaxshimisan? Yakshanba kuni bolalar o'tiramiz deyapti. Nima deysan? Yakshanba kuni ishga borishim kerak-ku men. Qachondan beri o'tirmaymiz? O'sha kuni bolalar hammasi uyda ekan, yakshanba kuni. Sana bir bola qil. Shuhrat, men bitta gap aytaman, xafa bo'lmagin u. Telegramda hammasi kar qiladi-da. O'sha o'tirish kuni kelganda hammasi telefonni o'chirib qo'yadi, bilasanmi? Men hozir qanaqa qilib ishxonadan javob so'ray? Sen o'zing o'ylagin. Ha, to'g'ri. Men yakshanba kuni ishdaman. Javob so'rasam javob beradi bir kunga mayli deb. Ismerim kuni. Javob ol bo'lmasan. O'rnimga kimnidir qo'yib kelsam bo'ladi, lekin bolalar bu yoqda vaqtida tura olmaydi-da, kela olmaydi-da choyxonaga. Ya, bu safar hammasi kelmoqchi, bolalar hammasi keladi. Bo'ldi, men javob so'rayman. Bo'pti. Bolalar, yakshanba kuni hech kim parod qilmasin. Bolalar, men xullas yakshanba kuni deganlaringga javob so'rab qo'ydim ishxonadan. Xudo xolasa mana bu yog'iga 5 kun qolibdimi? Faqat iltimos, yakshanba kuni hammang kellaring. 3 oydan beri ko'rishmaymiz. Hamma shu o'tirish kuni kelgan telefonlaringni o'chirib qo'yadigan odating bor. O'chirib qo'ymalaring, o'tiraylik, hamma. Men javob so'rab keldim domma. Bo'pti, nima ovqat bo'lsa qilamiz keyin. Ya, ulug' xavotir olma, hamma keladi. Yes. Bolalar kelishib olaylik, o'zi nima ovqat qilamiz? Nima ovqat qilsalaring, qillaring. Men hammasiga qo'shilaman. Faqat iltimos, yakshanba kuni telefonni o'chib qolmasin, parod qilmalaring, hammang kellaring, o'tiraylik. Men javob so'rab kelganman. Sanlarni bo'sh kuningga to'g'rilab javob so'rab keldim, bolalar. Bo'ldi, ertaga ko'rishamiz. Nima ovqat xohlasalaring shuni yeyman, bo'pti. O'rtoq, qachondan beri ko'rishmaymiz, hamma keladi. Bo'ldi, malades. Bolalar, nima bo'lo? Hech qaysing telefoningni ko'tarmayapsan. Bugun yakshanba, borishimiz kerak, tinchlikmi? Ha, uni ochadi lekin. Chaqirilayotgan telefon o'chirilgan. Shuhrat. Voy. Chaqirilayotgan telefon o'chirilgan. Bolalar odam emas ekansanlar, bolalar. Sanlarni deb men ishxonadan javob so'rab keldim. Rasvo qildiran hammasini.